tomon aholi ham mahalla hammasi to'liq yashaydi. Bu tomonda o'zi tushgan. Betdagilar mana hali yashaydi. Bular hali to'liq ko'chirilmadi. Bular umuman ko'chga yo'q yerda yashayapti. Bular yerda yashayapti. Keyin hamma narsani mana buzib tashlashib, pastda aholi yashaydi, mana odam yashaydi. Tepaga hozir ko'rinmayapti, ekskavatorgacha olib chiqib qo'yishgan. Mana pastda bolalar o'ynab yuribdi, chiqib o'ralmagan. Hech kimda xavfsizligi himoya qilinmagan. Mana yollanma ishchilar obedga ketishgan. Ayollar ham bor, obedga kirib ketishibdi hozir.